Assalomu alaykum kanalim obunachilari. Bugungi xabarlar. Kanalimga obuna bo'lib, like va podpiska bosing. Botir Qodirov Sherali Jo'rayevning o'g'li bo'lib chiqdi. Sherali Jo'rayev Botir Qodirovning otasi bo'lib chiqdi. Bu haqda sud zalida bir.uz jurnalisti xabar berdi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlararo sudi da'vogar Qodirov Botir Sheraliyevichni javobgarlar Jo'rayev Shohjahon Sherali o'g'li va Jo'rayev Shoh Sherali o'g'liga nisbatan otalik talabini belgilash haqidagi da'vo arizasini ko'rib chiqildi va qaror qabul qilindi. Da'vogar Qodirov Botir Sheraliyevichni javobgarlar Jo'rayev Shohjahon Sherali o'g'li va Jo'rayev Shoh Sherali o'g'liga nisbatan otalik tartibini belgilash haqidagi da'vo arizasi qanoatlantirilsin. Marhum 2023-yil 4-sentyabrda vafot etgan Sherali Jo'rayev 1981-yil 5-mayda tug'ilgan. Botir Sheraliyevichga nisbatan otalik fakti belgilansin. 1981-yil 5-mayda tug'ilgan Qodirov Botir Sheraliyevichni Andijon shahar FHDYO bo'limida 1983-yil 11-marta 12-son bilan qayd etilgan tug'ilganligi haqidagi dalolatnoma yozuvining oti ustunidan Sherali Jo'rayev 12.04.1945-yilda Andijon viloyati Asaka shahrida tug'ilgan, millati o'zbek deb ko'rsatilsin, deb sudya Lola O'tanboyeva. Uning aytishicha, hal qiluvchi qaror bir oydan keyin kuchga kiradi. Hal qiluvchi qaror ustidan u qabul qilingan kundan e'tiboran bir oy ichida shu sud orqali Toshkent shahar sudining fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga apellyatsiya tartibida yoki qonuniy kuchga kirgan va apellyatsiya tartibida ko'rilmagan hal qiluvchi qarori ustidan u qonuniy kuchga kirgan kundan e'tiboran 6 oy ichida kassatsiya tartibida shikoyat berilishi yoxud prokuror protest keltirishi mumkin.